Tushda neft ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi neft nobakor ayol bo'ladi. Agar ayol kishi tushida o'ziga neft surkayotganini ko'rsa, boshqa nobakor ayolga qo'shilishini bildiradi. Ba'zi ta'birchilarning aytishlaricha harom yeydi. Tushda neftni ko'p ekanini ko'rsa, harom mol to'plashiga dalildir. Mag'ribiyning aytishicha, tushdagi neft 3 narsaga dalildir. Nobakor ayol, yosh chaqimchi yigitlar, harom molga. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.